Ong osti sirlari. Valeriy Sinelnikov. Niyatning kuchi. Orzu va istaklarni qanday qilib amalga oshirish mumkin? Bag'ishlov. Bu kitobni suyukli o'g'illarim Dmitriy va Svitozarga bag'ishlayman. Mening ezgu bir niyatim bor. Sizlarning sog'lom, kuchli va hayotning barcha sohasida muvaffaqiyatga erishgan kishilar bo'lib yetishingizni istayman. Minnatdorchilik. Har doimgidek men ko'p sonli mijozlarimdan minnatdorman. Aynan ular menga kitob uchun katta material taqdim etishdi. Ular tufayli va ular bilan birgalikda o'zim ham o'zgardim. Kitobni nashrga tayyorlashdagi xizmati uchun Anatoliy Aleynikovga alohida minnatdorchilik bildiraman. So'z boshi. Muhtaram o'quvchi, bir necha yil oldin shifokorlik yo'liga kirib, men inson ruhiyatining ongli va g'ayri-shuuriy aqlining bepayon kengliklari bo'ylab o'ta maroqli sayohatni boshladim. Men ko'plab marta o'zimga quyidagi savollarni berardim. Odamlar qanday qilib va nima uchun o'ziga kasallik va muammolarni yaratadi? Qanday qilib odamlarga o'z hayotini o'zgartirishga yordam berish mumkin? Qanday qilib insonning hayotini sog'lom, kuchli va baxtli qilish mumkin? Bu yo'lda har qadamda oldimda turli to'siqlar paydo bo'lar va behisob xazinalar ochilardi. Asta-sekin men bu olamning rivojlanish kunlarini anglab yeta boshladim. Shuni tushundimki, odamlar o'zining qanday ulkan kuch va energiyaga ega ekanligini hatto xayoliga ham keltirmaydi. Va ko'p holda ular bu energiyani o'z hayotida og'riq va azob tug'dirish uchun sarflaydi. Men uzoq yillar davomida sog'liq va kasallikni o'rgandim. Odamlar bilan ishlash jarayonida hozirda mavjud bo'lgan barcha davolash usullarini birlashtiruvchi yangi meditsina modelini yaratdim. Bu haqda birinchi kitobim Dardingni sevda yozgan edim. Keyin men bu modeldan faqat sog'likni yaxshilash uchun emas, hayotning odamlar bilan munosabat, ish, moddiy ahvol kabi sohalarni ham uyg'unlashtirish mumkinligini tushundim. Mening so'zlarim quruq gap emas. Modelimning samaradorligi vaqt bilan sinalgan. Har biringiz uni o'rganib, shaxsiy hayotingizdagi ko'plab muammolarni hal qilishingiz mumkin. Sizdan talab etiladigan yagona narsa o'zgarishga tayyor bo'lishdir. Siz hayotingizdagi biror narsani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, kitobni o'qib chiqqaningizdan so'ng o'zgarishlar sodir bo'la boshlaydi. Bu kitobda men niyat sehrgarligi tuzilishini ochib beraman. Biroq bu so'z sizni qo'rqitmasin. Men sizni afsungar va sehrgarga aylantirmoqchi emasman, chunki siz aslida sehrgarsiz. Faqat o'zingiz bundan bexabarsiz. Siz qo'lingizda oq yoki qora afsungarlikka doir qo'llanmani ushlab turganingiz yo'q. Bu kitob har qanday sehrgarlik asosida yotgan qonuniyatlar haqida. Qachonlardir maxfiy bo'lgan bu bilimlarni egallab, siz o'z olam modelingizni chindan ham qiziqarli qilishingiz mumkin va hayotda juda ham samarali harakat qila boshlaysiz. Kitob bilan qanday ishlash kerak? Bu kitobning har bir bobi shunday yozilganki, ongning chuqur, sog'lomroq va uyg'unroq qatlamlarga ta'sir qilib, kishini harakat qilishga undaydi. Bu kitobni o'qishdan keladigan yordamga shubha yo'q. Siz uni ko'rib his qilishingiz mumkin. Bu gapim sizga nokamtarlik bo'lib tuyulishi mumkin, biroq kitoblarimni o'qigan kishilar shunday deyapti. Kitoblarimni o'qib chiqqach, ularning ko'pchiligining jismoniy va ruhiy ahvoli yaxshilangan, eski og'riqlari yo'qolgan va shaxsiy hayotida ijobiy o'zgarishlar ro'y bergan. Kitobimdan muqaddas orzuyingiz, hayotdagi niyatlaringizni ro'yobga chiqarishga doir qo'llanma sifatida foydalaning. Ruchka, qog'oz va albatta sabr-toqat bilan qurollaning. Har qanday qo'llanma singari kitobni undagi ma'lumotni to'liq o'zlashtirish uchun qancha kerak bo'lsa, shuncha marta o'qib chiqing. Shu bilan birga yozilganlarni amalda sinab tekshirib boring. Kitobimda amaliy mashqlar ko'p. Maslahatim, keyingi bobga o'tishdan oldin bu mashqlarni bajaring. Shoshilmang. O'zingizga kerak bo'lgan narsalarni albatta qo'lga kiritasiz. Bu avtomobilni boshqarishga o'xshaydi. Avval siz qoida, belgilar, avtomobilning tuzilishini o'rganasiz, ya'ni nazariyani. So'ng avtomobil ruliga o'tirib, yangi bilimlarni amalda mustahkamlaysiz. Yoningizda tajribali instruktor bo'lsa, yana ham yaxshi. Shunda kamroq xato qilasiz. O'z-o'zidan ayonki, qanchalik ko'proq mashq qilsangiz, haydashni shunchalik yaxshiroq va tezroq o'rganasiz. Hatto bir muncha vaqtdan keyin usta bo'lib, boshqa kishilarga o'rgata boshlashingiz ham mumkin va sizda o'z uslubingiz paydo bo'ladi. Mening kitobim bir muddat hayot yo'lingizdagi qo'llanma, istasangiz koinotning cheksiz kengliklari bo'ylab yo'l ko'rsatuvchi bo'lishini
istardim. Balki mening kitobim siz va atrofingizdagilarga quvonch keltiradigan betakror hayot yo'lingizni topishga yordam berar, inshaalloh. Sizni ishontirib aytamanki, bu kitobda yozilgan barcha narsani amalda qo'llasangiz, hayotingiz yaxshi tomonga o'zgaradi. Sizga omad tilayman. Buyuk alximik. Xristian yer ostidagi uyning uzun, zax va qorong'i yo'lagidan yurib borardi. Uni oldidan va orqasidan rohiblar kiyimidagi ikki odam kuzatib borardi. Mash'alalarning yog'dusi devorlarda g'aroyib soyalarni hosil qilardi. Oyoq tovushlari quloqqa baralla eshitilardi. U tosh taxtalarga ohista qadam bosishga harakat qilgani sari uning qadam tovushlari shunchalik balandroq eshitilayotgandek tuyulardi. Qiziq. Biroq Xristian qo'rquvni his qilmasdi. Uning hozirgi asosiy tuyg'usi qiziquvchanlik edi. U qayerda o'zi? Bu odamlar uni qayoqqa olib ketishyapti? Bugun ertalab bozorda ular uning oldiga kelib shunday deyishdi: "Buyuk magistr seni kutyapti." Xristian savol bermoqchi edi, biroq ko'rinishidan yoshi kattaroq rohib gapirmaganing ma'qul deb ishora qildi. "Orqamizdan yur" dedi u. Ular uni adashtirishga urinib uzoq vaqt shahar ko'chalari bo'ylab olib yurdilar. Balki orqamizdan birov kuzatmayaptimikan deb tekshirgandirlar. Nihoyat ular qandaydir bir eski bino oldiga kelib, Xristianning ko'zini bog'lab qo'yishdi. U qarshilik ko'rsatmadi va qochishga ham urinmadi. Uning ko'nglida osoyishtalik hukm surardi. Xristian ichki sezgisiga ishonardi. U darhol bog'ich ostidan nimanidir ko'rishga urinishdan voz kechdi, chunki bog'ich ko'zlarini mahkam bog'lab turardi. U faqat qandaydir og'ir bir narsaning joyidan siljiganini eshita oldi. Go'yo og'ir eman eshiklar ochilayotgandek edi. Biroq u devorda hech qanday eshik yo'qligini aniq bilardi. Chamasi maxfiy yo'lak ochildi. Rohiblardan biri oldinga o'tib oldi, orqasida turgan rohib esa uni ohista itarib yurish kerakligini anglatdi. Bir necha qadam yurgach, Xristian yerto'laning sovuq rutubatini his qildi. Orqadan o'sha g'alati tovush eshitildi. Kirish yo'lini yopishdi deb o'yladi Xristian. Bog'ichni yechib olishdi, biroq qorong'ulikda hech narsani ko'rib bo'lmasdi. Birinchi rohib chaqmoq toshni urib o't chiqardi va ikkita mash'alani yoqdi. Bittasini o'ziga qoldirib, ikkinchisini sherigiga berdi. Yer ostidagi yo'laklardan yurish boshlandi. Uzoq yurishdi. Shu bois Xristianda o'ylash uchun vaqt bor edi. U o'ziga shunday savol berardi: uni bu yerga nima olib keldi? Bu kishilar inkvizitsiyaning odamlari emasligiga uning ishonchi komil edi. Unda u bu odamlarni nimasi bilan qiziqtirib qo'ydi ekan? Xristian hali dushman orttirib ulgurmagan edi. Hech qanday sirni ham bilmas edi. U universitetda tuzukkina o'qir va yaxshi shifokor bo'lishni orzu qilar edi. Yagona sabab qassobning do'konida sodir bo'lgan kechagi voqea bo'lishi mumkin edi. Xristian bu voqea uning hayotida tub burilish yasaydigan voqea bo'lishini xayoliga ham keltirmagan edi. O'sha kuni hamma ish ko'ngildagidek ketayotgan edi. Universitetdagi mashg'ulotlardan so'ng u odatdagidek qassobning do'koniga yo'l oldi, biroq go'sht sotib olish uchun emas, uning stipendiyasi bunga imkon bermasdi. Lotin tilidan tarjima qilib topadigan ozgina pulini esa u kitob sotib olishga sarflardi. Uni bu yerga ishq, muhabbat yetaklab kelgan edi. Qassobning Patritsiya degan go'zal qizi bor edi. Mana bir haftadan beri u har kuni mashg'ulotlardan keyin go'sht do'koniga kirardi. "Yaxshi yigit" deb xitob qildi do'kon egasi Xristian ichkariga kirganida. "Siz bu yerga qachongacha kelmoqchisiz? Men sizga kecha tushunarli va aniq qilib aytdim-ku. Siz qizimga loyiq juft emassiz" deb. U boshqa kishiga atalgan. Men unga badavlat kuyov topib qo'ydim. Uning sizdan farqli ravishda hamyonida bir nima bor. Biroq men buyuk shifokor bo'laman va boy bo'laman, javob berdi Xristian. "Qachon boy bo'lsangiz, o'shanda keling" dedi qassob e'tirozga o'rin qoldirmaydigan ohangda. Xristian ko'chaga chiqdi. Unga qattiq alam qilardi. Nima uchun Xudo unga boylik bermagani? Boy bo'lganida qassob u bilan boshqacha gaplashardi. Nahotki Patritsiyaning ko'ngliga yo'l pul to'la hamyon orqali o'tsa, qandaydir chorasi bo'lishi kerak-ku. Buning ustiga qiz unga befarq emasligi ko'rinib turardi. Shu payt ko'chaning oxirida qanaqadir shovqin eshitildi. Xristian o'sha tomonga qarab, oldinda bir erkak yugurib ketayotganini, uning orqasidan esa Dominikan ordeni odamlari quvib kelayotganini ko'rdi. Erkak
o'rta yoshli edi, biroq juda illam yugurib borardi. Uning harakatida katta kuch sezilib turardi. Uni quvib yetishning sira iloji yo'q edi. Biroq shu payt ko'chaning narigi boshida yana bir guruh dominikanchilar paydo bo'ldi. Erkak qopqonga tushib qoldi. Uning qochib qutulishga imkoni qolmagan edi. Bu lahzada u qassob do'koniga yetib qolgan edi va xristian o'ziga xavf tahdid solayotganini o'ylab o'tirmay, bu odamning kiyimining yengidan ushlab do'kon ichkarisiga tortdi. Sevgilisini ko'rgani kelgan bir hafta ichida u do'konning ichki tuzilishini juda yaxshi o'rgangan va orqa eshik qayerda joylashganini juda yaxshi bilardi. Xristian va notanish kimsa do'kon egasining darg'azab qichqiriqlariga qaramay, go'sht qo'yilgan peshtaxtalardan sakrab o'tib, qo'shimcha xonadan yugurib o'tishdi va orqa eshikdan boshqa ko'chaga yugurib chiqishdi. Bu tomondan hovli ko'p bo'lib, ta'qibdan osongina qochib qutulish mumkin edi. Bir-biri bilan tutashib ketgan chalkash ko'chalar orqali ular bozor maydoniga yugurib chiqishdi va olomonga qo'shilib ketishdi. Xristian muttasil oldinda yugurib borar va ahyon-ahyonda notanish kishi orqadan yetishib kelayotganligiga ishonch hosil qilish uchun orqasiga o'girilib qo'yardi. Xristianni shu narsaga taajjubga soldiki, notanish kimsa uning orqasidan yetishibgina qolmay, unga gal berayotganga ham o'xshardi. Ular olomonga qo'shilishi bilan Xristian notanish kimsani ko'zdan qochirdi. Uni topishga urinib 4 tomonga angladi, biroq uning urinishlari befoyda edi. Notanish odam qanday to'satdan paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Aftidan Xristianning yer osti yo'laklari bo'ylab sayohati oxirga yetganga o'xshardi. Oldinda eshik ko'rindi. Oldinda borayotgan rohib uni ochdi va ular ulkan zalga kirishdi. Birinchi rohib imo bilan Xristianni katta yog'och stulga o'tirishga taklif qildi. "Shu yerda kutib tur", dedi rohib. Shundan so'ng hamrohi bilan birga devor oldiga bordi va bilinar-bilinmas harakat bilan devordagi g'ishtni itardi. Deyarli ovozsiz maxfiy eshik ochildi. Uning orqasidan katta tuynuk qorayib ko'rindi. Ikkala rohib ham unga kirib ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Bir necha soniyadan keyin Xristianning ko'z o'ngida yana tekis va mustahkam devor paydo bo'ldi. Yigit zaldagi hamma eshik maxfiy va ko'zdan yashirin ekanligini darhol payqadi. Xristian stulga o'tirib zalni yanada diqqat bilan ko'zdan kechira boshladi. Zalda mebel juda kam edi. O'rtada katta eman stol va bir nechta stul turardi. Uni maxfiy eshiklar bilan barobar g'alati hid hayratga soldi. Yerto'lada barra o't, o'rmon igna barglari va dala gullarining hidi anqirdi. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Xristian bu hodisaga qandaydir izoh topmoqchi bo'ldi, biroq biror jo'yali narsa o'ylab topa olmadi. Yigitcha darhol e'tibor bergan o'ziga xos narsa g'ayrioddiy yog'du edi. Katta zal shamlar bilan emas, g'alati shakldagi chiroqlar bilan yoritilgan edi. Ular bir nechta edi va juda yoqimli mayin yog'du taratardi. Xristian devorda osilgan chiroqlardan biriga yaqinlashdi. Uni faqat chiroqning tashqi ko'rinishi emas, balki tuzilishi ham qiziqtirib qoldi. U chiroqni qo'lga olib har tomondan ko'zdan kechirdi. Qiziq deb o'yladi yigit. Bu chiroqda qanday qilib yorug'lik hosil bo'lsa ekan? Axir hech qanday olov yo'q-ku. "Bu mangu chiroq" degan baland ovoz eshitildi Xristianning orqasidan. Kutilmagan bu ovozdan u chiroqni qo'lidan tushirib yuborishiga sal qoldi. Yigit o'girilib qora plash kiygan baland bo'yli erkakka ko'zi tushdi. Xristian darhol uning kecha o'zi dominikanchilardan qochishga yordam bergan qochoq ekanligini payqadi. Faqat hozir uning egnida yangi qimmatbaho plash bor edi va u tantanavor va biroz ulug'vorroq ko'rinardi.